Xo'p, qadrli yurtdoshlar, mana obunachilarimizdan savol kelibdi. Telegram kanalingizga qanaqa qilib bog'lanamiz deb. Mana Lyuboy buni YouTube profilimizga kirasizlar. Aka necha pul bo'lyapti? Lyuboy bitta videoga kirasizlarda, mana kommentariyaga kirasizlar. Mana Telegram kanalimiz silkasi turibdi. Ustiga bosasizlar. Mana o'zi chiqib keldi, Jasuruz deb. Bemalol ichida chorva oldi sotdilari, barcha turdagi maishiy oldi sotdilar, hammasini amalga oshirishingiz mumkin. Qiziriqqa hammani jalb qilavering. Asho, sizlar molda arzonlataveringlar, odamlar keladi. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsiz? Hozirga chiqaman men. Nechi kurak? Chiqasiz aka? Avval chiqilmagan, bugun chiqdim. Bozorda qanchalik odam ko'p. Mo'g'lam juda ko'p kirgan bu. Assalomu alaykum. Shavkat bova. Qandaysiz? Sho'xlar deb qaytarib olib kelyapti. Bo'lyapsiz qaytarib. Endi bunday bo'lmaydi. Yangi qonun chiqaramiz. 26 ga sho'xlay degan molni qaytarib olmaymiz. Assalomu alaykum Jasur o'z kanalining obunachilari, bizni uzoq yaqindan ko'rayotgan akalar, ukalar, hurmatli YouTube ixlosmandlar kanalim obunachilari, do'stlar, mana bugun biz Surxondaryo viloyati Qiziriq Jahon mol bozoriga yetib keldik. Bugun hafta kunlaridan yakshanba, 18-yanvar 2026. Bugungi videolarimiz bu qanaqalar bilan tanishib bo'ladi. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosishni unutmanglar. Kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar. Videolarimizda hatto kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Kanalimizga yangi obuna bo'lganlar podpisatsiya qilib, like tugmasini bosishni esdan chiqarmang. Shunda biz qo'yib borayotgan videolarni birinchilardan bo'lib tomosha qilishga muvaffaq bo'lasizlar. Do'stlar, bizdan yiroqlashmang, biz videolarni boshladik. Xo'p, qadrli obunachilar, mana buqa qatoriga keldim. Ko'rishlaringiz mumkin, tuman. Shunday bo'lsa ham qo'ldan kelgancha yo'ritamiz. Tarozigami ketdimi? Yo'q. Qanchaga? 23 ga ketdimi? Yo'q, inson 23 deyapti. Ha, 23 deyilyapti. 23 deyilyapti mana shu buqamiz. Qadrli obunachilar, mana ko'rishlaringiz mumkin. Nechi kurak ekan aka bu? 2 kurak. 2 kurak. Savdosimi 23? Aytilishimi? Aytilishi 23. Kami bor, kelishadigan joyi Kami bor. bor aka, o'tamiz. Kami bor, kelishadigan joyi bor ekan, mana ko'rishlaringiz mumkin. 500 minglar. Kelishadigan joyi bor ekan, 500 ming o'tib berar ekan akamiz. Mana buqani ko'rishlaringiz mumkin. Sherdikimi, mesdimi? Ha, mesni aka. Ha, sherdiki mesdi ekan. Davom etamiz mana. Assalomu alaykum. Nechi pul deyapsiz aka buni? Aka 19,5 so'rayapti. 19,5. Savdosi? Savdosi 19,5. 20 million bo'lsa beraman dedi. 20 million bo'lsa akamiz beraveraman deyapti. Mana buqani ko'ringlar. Nechi kurak bu aka? 2 kurak. 2 kurak yorgan ekan. Sherdiki mesdimi? Mesni Qiziriqda mol. Qiziriqda o'zini o'g'li ekan, mesni ekan. Qadrli obunachilar mana. Bizda ham ko'rsating. Mana akamiz. Rossiyaliklarga salom. Rossiyaga salom yo'llayapti akamiz. Bosinglarga. Mayli aka, savdoyingiz bersin. Nechi puldan ekan aka buqalar? Assalomu alaykum. Aka, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Nechi puldan deyapsiz Shvedda aka? 25 bersa bo'ladi, ko'pimiz. Alachi? Bunga ham 25 bersa bo'ladi. Narigilar ham sizdanmi? Ha, hammasi 25 ta. Hammasi 25 ta. Mana ko'ringlar. 22 dan bir tekis. 22 ham. 22,5 dan bir tekis hammasini so'ragan. Ko'rishlaringiz mumkin, qadrli obunachilar. Bu yerda 6 ta buqa bor ekan. Mana baho beringlar o'zlaringiz. Mana Shved, bu ala, mana bu ala ketaveradi. 25 dan deyapti akamiz. Hammasini bir joyga 22,5 dan so'radi. Nechi kurakdan aka? 2 kurak. 2 kurakdan. 2 kurak buqalar. Mana o yormagan ala. Shved, malla yormagan deyapti akamiz. Ko'rishlaringiz mumkin mana. Lekin zo'r, suyak yirik ekan, ha. Aka, assalomu alaykum. Nechi pul deyapsiz buni? 20 deyapti. 20. Savdo bo'ldimi? Savdo bo'lgan ekan. Savdo bo'lmadi hali. Nechi kurak? Sho'rgan ekan. Tish yormagan, buzov ekan hali. Qadrli obunachilar, mana ko'rishlaringiz mumkin buqamizni. Yoshiga endi yetdimi? Savdolaring bersin. Mana bu yoqda ham suyak yirik ekan. Nechi pul ekan aka bu? Nechi pul ekan? 20 ga sotib. Sotildimi? Baraka bo'ldimi? 20 ga baraka bo'pti. Nechi kurak ekan aka? Kuragini bilaylik. Endi yormagan. Yormagan, buzov ekan. Ko'ringlar mana. 20 ga baraka bo'pti. Nari yoqda ham zo'r buqa bor ekan bitta. Qadrli obunachilar. Nechi pul deyapsiz? Jasuruz aka. Nechi pul deyapsiz aka buni? 8 million so'rayapti. So'rayapti, ha? Aytilishi qancha? Aytilishi 20. Aytilishi 20 ekan. 18 million so'ralyapti, mana ko'rishlaring mumkin. Bu ham yaxshi buqa ekan. Qayerdagi aka bu? Muzrabot. Angorda mol aka. Angor. Angordagi ekan. Obuna bo'lgan
Ha, obuna bo'lganmiz. Ha, rahmat aka. Obunachimiz ekan, mana qadrli obunachilar. Obunachimizni buqasi ekan, ko'rishlaring mumkin mana buqaga. Yosh, tish yormagan buzov deyapti akamiz. Mayli aka, savdoyingiz bersin. Nechta pul ekan, brat? 22 deyapti akamiz. Savdo bo'lganmi yo'qmi aka? Qancha bu? 19200 savdosi o'tdi. Korobkasi zo'r ekan, lekin ko'rishlaring mumkin mana. Parametrlariga ham qaranglar. Buqa yaxshi stoykasi zo'r ekan. Mana qadrli obunachilar, ikkita buqamiz mana o yapon akamizniki Zangmol bozoriga ko'p buqa olib kiradi. Qadrli obunachilar, mana bu bozorga olib kelibdi, ko'rishlaring mumkin. Mana birinchi turgan bilan ruqasidagi qora 58 ga savdosi bo'lgan, olmush bo'lsa berib o'raman degan ekan akamiz. Akamizning o'zi yo'q ekan o'zi. Kuraklarini so'ramoqchi edik. Akamiz topilmadi o'zi, bozorda yurgan bo'lsa kerak. Lekin korobka holati zo'r ekan. Mana shu ikkita buqaga e'tibor beringlar. Davom etamiz. Bu sizdan emasmi aka? Ha, mana bu sizdanmi? Nechi pul bu aka? 18,5 million. Savdosi? Savdosi 18,5 million bo'lyapti, qadrli obunachilar. Qancha dedingiz aka? 19 dan tepa bo'lsa. 19 dan tepa bo'lsa bitadi deyapti, qadrli obunachilar mana. Nechi kurak bu aka? Buzovmi? Buzov ekan hali, kurak buzmagan ekan. Mayli aka, savdoyingiz bersin, davom etaylik. Nechi puldan bo'lyapti aka? Buni uchta katta 24,5 ming bo'lyapti bir joyga. 24,224,5 dan ha? Mana bunisimi? Narigisi? 19 million 200 ming mana. 19 million 200 ha? 19,5 million. Ha, bu buzov. Bular ikki kurakdanmi aka? Mana bular yirik ekan, lekin bir xil ekan korobkasi. Stoykalari ham zo'r holatda ekan. Ko'rishlaring mumkin mana. Suyalari ham yirik ekan. Qayerdik aka? 43. Qancha bo'lsa beraman deyapsiz aka bularni endi? 25,5 ming berdi. 25,5 dan bir joyga. Mana ko'rishlaring mumkin. Mana birinchi turgan ham zo'r ekan. Nechi kurak mana shu birinchi turgan? 2 kurak. Oldi tarafdan ham to'taylik dovozak. Mana qadrli obunachilar, molni ko'ringlar oldi tarafdan. Orqadan qanday ko'rindi bilmadim. Lekin mana shu 3 ta birinchi turgan zo'r ekan-da, lekin haqiqatan ham. To'sh qismlariga ham qaranglar. Olib boqaverasizlar mana. Kuragi ham ko'rinib turibdi mana bunisi 3-chisini. 2 kurak ekan. Bittasi buzov dedi mana shu turgan. Oxiridan birinchi turgan buzov ekan. Qolgani 2 kurakdan ekan. Lekin mana shu 3 ta birinchi turgan zo'r ekan haqiqatan ham. Aka nechi pul ekan bu? 25. Savdo bo'ldimi? 21 bo'lyapti. Savdosi 21 bo'lyapti, qadrli obunachilar, mana ko'ringlar. Qayerdik aka bu? Sherobodli akamizniki ekan. Nechi pul ekan aka? Zokir akanikimi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nechi pul bo'lyapti aka? 47,5 Ikkalasi 47,5. Qancha bo'lsa berasiz? 50 bering deyapti. 50 ha? Ikkalasiga 50 ber deyapsiz ha? Ikkalasiga 50 ber deyapti akamiz. 47,5 savdosi? 47,5 bo'lyapti savdosi, mana ko'ringlar. Mana bunga e'tibor beringlar, qanday yirik ekan ha? O'ta suyaklari yirik ekan. Olib boqsalaring buni. Qadrli obunachilar, baho beringlar. Haqiqat zo'r ekan. Davom etamiz. Mayli aka, savdoyingiz bersin. Aka sizdanmi bu ikkalasi? Nechi puldan ekan bular aka? 25 million. Donasiga? Savdo bo'ldimi? 23 so'ram. 23 so'rayapti. Narigi sherigi ham sizdanmi? Ko'ringlar mana bu birinchi turgan buqamiz 25 deyilyapti. 23 so'ragan aka. Qayerda mol bu aka? Bo'stonniki ekan. Qadrli obunachilar, mana orqa tarafdan ko'rsanglar, korobkalarini ham ko'ringlar. Lekin yaxshi buqa ekan, boqma. Mayli aka, savdoyingiz bersin. Ana soqolli akanikimi? Aka sizdan mana birinchi turgan. Nechi pul ekan bu aka? 22 million deyapti aka. 22 million. Savdo qancha bo'ldi aka? Savdo endi hozir kelyapti. Ha, hozir keldingiz. 2 kurakmi? 2 kurak beryapti. 2 kurak yorayotgan ekan. Ko'ringlar.
20dan chiqsa beramiz. 20dan ko'tarsa berasiz, ha? 20dan ko'tarsa beraveraman deyapti. Yaxshi ekan lekin. Yo'qsizroq variant. Surxondaryo Qiziriq. Zang ko'tarilib ketdi lekin, ha? Endi ko'tarildi hamma joyda. Zang haqiqatda yo'ndi lekin. Kecha ham chiqdim. Yaxshi ko'tarilganlar. Qiziriqqa hammani jab qilavering. Ha shu sizlar molda arzonlataveringlar, odamlar keladi. Mayli aka, savdoingiz bersin. Qaysini savdosi bo'lyapti aka? Qoranimi? Qorani savdosi bo'lyaptimi? Qancha ekan? Shu odam hurmat. 19,5 mi? Ertalab Mayli, xudo gapni eshitma. Erta yana mol olib kelasan. Berganda rahmat deb qo'lini ushlab. Aka 19,5 mi aka? 19,700. Necha kurak ekan bu? 700. Lekin plotli ekan, ha, lekin haqiqat zo'r ekan buqa. Ko'ringlar. Mana bugun buqa bozorga ko'p kiribdi, lekin bu bozorda ham o'ta buqa ko'p ekan. O'zi savdosi bo'lyapti. Mana shu buqani 19,700. Aka men bitta orqadan tushirib olayda shuni. Barakasi yo'qmas, kerak emas. Mana ko'ringlar holatini. Hozir tiqilishda turdim, orqadan yurdim mana. Yaxshi buqa ekan lekin. 19,700 savdosi bo'lyapti. Xudo bilan 200 ming so'rayapman, molni sayasan. Aka qancha bo'lsa beraman deyapsiz, brat? aytdim aka. Bu yarim diyor. Mayli, ulug' mol sotyapti. Gap xayr Sangiz beraman aka dedi. 2500 ga beraman deyapti. 700 so'radim. Men 19,700, 19,800 so'ralyapti. 20 million 500 tortishyapti akamiz. Necha pul ekan aka? Necha pul ekan? 18. Baraka. Qancha dedingiz aka? 18 so'rayapti, ha? Yarim bo'lsa oldi. 18 so'rayapti. Qancha bo'lsa beraman deyapsiz? 18,5 bo'lsa oldi. 18 so'rayotgan ekan mana shu buqamizni. 18,5 bo'lsa o deyapti akamiz. Ko'rishlaring mumkin. Lekin ozgina yo'qsizroq variantdan ekan, ozg'inroq ekan, ko'rishlaring mumkin. Olib boqish kerak ekan. Mana bu yerda shvet ham bor ekan. Necha puldan? 21,5 dan donasini bir joyga. Birinchi. Ja, birinchi, ikkinchini. Narigilarichi? Narigi ikkitasi 40 millionga sotdik. Mana bu ikkitami? Qanchaga sotildi? 40 million. 40 millionga baraka bo'ldi. Qadrli obunachilar, mana bu mulni narigisi ekan. Hozir orqa tarafdan o'taman. Ko'rasizlar o'zlaring. 21 dan so'ralyapti, bu ikkalasi birinchi turgan. Orqa tarafdan bir o'tayin. Mana qadrli obunachilar. Ko'ringlar molni. Mana orqa tarafidan. Mana bu ikkalasining savdosi bo'lyapti hozir. Mana bu ikkalasi baraka bo'libdi 40 millionga. 40 millionga baraka bo'ldi. 40 millionga baraka bo'ldi. Mana orqaroq turaylik. Ko'rishlaring mumkin. Bular necha puldan ekan aka? 17 dan. Bu ikkalasi 17 dan. Mana buchi? 17 dan savdo bo'lyapti. Ha, 17 dan savdo bo'lyapti. Kurak buzmagan, to'g'rimi? Ha. Bularichi? Ular 16,8. 16,8, 16,5 dan. Necha pul ekan aka? 18 ekan mana. Ko'ringlar mana shu buqani, ala buqa. Akamiz oldi 18 millionga baraka bo'ldi mana shu. Ko'rishlaring mumkin. Necha pul bo'lyapti? Necha pul so'rayapsiz? Endi so'rayapman. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsiz? Qanchaga so'radingiz? 20. Aka qancha deyapti? 25 debmish. 25 necha kurak? Televizorga chiqaman men. Necha kurak? Chiqasiz aka. Avval chiqilmagan, bugun chiqdim. Shavkat boy like. Bo'ldi. Shavkat boyga ayting like bo'lsin. Yo'q, Jasur aka. Beri og'a shuni. Aka shu kuragini aytmadingiz-da. Bu aka kuragini aytmadi. Kurak, yek kurak. Ikki kurakmi? Shunday qarab bilaman. Sen ham yek kurak, men ham yek kurak. Bermaysanmi? Yo'q. Qancha? Dedingiz qancha aka buni? Semiz ekan lekin, ha? Semizgina yaxshi buqa ekan. Sizniki necha pul aka? 20 deyapsiz. Bozor qancha qildi aka? 17,5. Bozor 17,5. Bozor 17,5 qildi buqamizga baho.
Bu kichikroq ekan bundan, mana u lekin o'ta plotli ekan. Ko'rishlaringiz mumkin. 20 so'rayapti, uni 17 ham so'rayapti. Pulda farqi bor. Ha. To'g'ri, farqi bor. Berasan, gapir. Aka nechi pul deyapsiz buni? Ha? 18 deyapsiz. Savdo qancha bo'ldi savdo? 16.300. Savdosi 16.300 bo'lgan mana. Ikki kurakka chiqmagan buzov buqamiz ko'rishlaring mumkin holatini. Yaxshi holatda ekan, semizgina, faqat bo'ylari kalta ekan. Bo'ylari kalta ekan. Davom etamiz yana. Mana akalarimiz ham buqasi bor ekan. Nechi pul bo'lyapti aka bu? Ikkalasi 31. Mana ikkalasimi? 31? Yarim. Savdosi ha? Aytilishicha 20 dan deyapmiz. 20 dan. Qadrli obunachilar mana. O'sha ikkalasi 31,5 ga savdosi bo'lyapti mana hozir. Ko'rishlaringiz mumkin mana qora bilan mana bu mallani. Lekin akalarimiz 20 dan deyapti. Bahoni 20 dan qo'yapti donasiga. Ko'rishlaringiz mumkin. Aka bular kurak buzganmi yo'qmi? Kurak. Qayerdami ular? 8diki. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Nima deb chiqadi bu? Jasuruz deb chiqadi aka. Albatta ko'raman, jo'ato'y. Bermal aka. Nechi puldan ekan aka bu? Aka aytilish 19 deyapman, 17 savdo bo'lyapti. 18 bo'lsa beramiz. 18 bo'lsa beraverasiz, kelishtirib. Narigisichi? Musofir qo'yamiz, musofirdalar ko'radi, salom aytib qo'yamiz. Qayerdansiz aka siz? Men shu yerdan. Sherdan? Qiziriq Moskva. Ha, sherdan. Mesda ekansizda. Bu sizdanmi aka bu ham? Bunlar bo'lsa noryapti. Sizdan emas ha? Yo'q. Savdoyingiz bersin aka. Nechi pul deyapsiz aka? 22 deyapti. Ye, qanday sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi, brat? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Qancha dedingiz? 22 deyapti. 22 deyapsiz. Savdo qancha bo'lgan? 17 ertalab bo'lgan, to'g'rimi? Bilmam, endi mol deyapti. Ha, buyoqdakimi? 22 deyilyapti. 17 bo'lib savdosi. Nechi kurak ekan? Nechi kurak? Shergaman so'raydi. Narigisichi? Narigisi nechi? Ikkalasi ham 22 mi? Ikkalasi ham 22 ekan, tish buzmagan, buzov ekan hali. Ko'rishlaringiz mumkin. 17 dan so'ralayotgan ekan. Mana yonboshdan ko'rsaysizlar, ko'ringlar mana. Bozorda buqa juda serob bugun. Akalar qanchaga baraka bo'ldi? 16.300 ga baraka bo'ldi mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu buqamiz, ana buqamiz. Ketdi mana 16.300 ga. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bozorda qanchalik odam ko'p. Mo'g'lam juda ko'p kirgan bugun. To'lib toshgan shunday aylanib har qadamda mol aylanib yuribmiz mana. O'zi yana yoritamiz qo'ldan kelgancha. Qadrli obunachilar. Mana hozir savdosi bo'lib baraka bo'ldi mana shu 16.300 ga. Davom etamiz. Nechi puldan ekan aka? Siz emasmi, egasiz? Assalomu alaykum. Shavkat bova. Qandaysiz? Nechi puldan deyapsiz ularni aka? Mana 18 million deyapti. Aha, narigisichi? Narchisi 17 million deyapti. 17. Narigisi 17 ekan. O'ting aka. Nechi pul ekan aka? 27 million deyapti akamiz. Nechi pul dedi Shavkat bova? 18 million deyapmiz. Bunisinichi? 17 deyapti. 17 deyilyapti. Mana shuni 16,5 so'rayapti. 16,5 so'rab turibdi, ha? 17 ga beramiz. 17 ga beraveradi akamiz. Buzovmi Shavkat bova? So'rayapti. 1 yashar ekoyam 1 yashar. 1 yashar, ha? Ko'rishlaring mumkin. Mana u o'ta plotli ekan. Bu tarafdan orqa tarafdan ham tushiraylik-da buni. Orqa tarafdan o'taylik qadrli obunachilar. Mana aka ko'rishlaring mumkin buqalarimizni. Endi tiqilishga kirdim, to'g'ri tushunasizlar xato kamchiliklarimiz. Bo'ldi faqat Ayting. Siydi, sariq siydi deb olib kelyapti, qaytarib olyapti. Bu bizni shoxlar deb qaytarib olib kelyapti. Olyapsiz qaytarib. Endi bunday bo'lmaydi. Yangi qonun chiqaramiz. 26 ga shoxlaydi degan molni qaytarib olmaymiz. Shu shart bilan, ha? Ha, havodan keladigan kasallikka garantiya bermaymiz. Qolgan kasallikka garantiya beramiz.
Bosing Shavkat Bir bova. hafta. Tamam. Bosing savdoyingizni bersin Shavkat bova. Sariq siydi deb qaytarib olib kelyapti. Shiriq shishdi deb qaytarib olib kelyapti. Nima? Tabletga bersa qo'la degan narsa qaytarib olib kelyapti. Unday bo'lmaydi-da. Mart savdo qilsin ha. Ha, savdo qiling, ko'ring oling. Bo'ldi, gap yo'q aka. Mana sizni xalq ko'radi bugun. Surxondaryo, O'zbekiston ko'radi nasib. Ha, mol sho'xlaydi-da. Qaysi kanal bu? Jasuruz aka. Nechi pul ekan aka bu? Nechi pul ekan? 20 deb turibdi. 20 deb turibsiz. Buzov hali. Kurak buzmagan, to'g'rimi? Savdo bo'ldimi aka? 16-17 savdosi bo'lyapti. Qadrli obunachilar. Qayerdaki Mesdimi aka? Bandixonniki. Bandixondan ekan mana ko'ringlar. Mol. Yaxshi mol ekan, lekin suya yeri ekan. Orqa tarafda odamlar turibdi, sal tiqilinch kira olmayapman, to'g'ri tushunasizlar. Bu qatordagilar kimdan ekan? Jasuruz aka. Kirib ko'rib bemalol tomosha qilaverasiz aka. Egalari kim ekan buni? Nechi puldan ekan aka? Selli ketadimi shunday? Ulari hammi? Sariqqacha. Mana ungacha. Qadrli obunachilar, mana ko'rishlaring mumkin. 17,5 dan. Aytilishimi bu savdosimi aka? Aytilishi. Savdo qancha bo'ldi? 16,5. Buzov aka hammasi. Buzov shali. Ko'ringlar mana. Lekin yaxshi ekan hammasi holati. Orqadan ham o'taman qadrli obunachilar, orqa tarafdan ham tushiray bir. Ko'ringlar, suyaklari, korobkalarini ko'ringlar, yaxshi holatda. Mana shu 4 dona akamizdan ekan. Bu tiqilishda turibman, mana orqadan buqa kelib qoldi. Mana shu tiqilishda olish sal qiyinroq, hatto kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz, to'g'ri tushunasizlar. Jasuruz aka. Bugun chiqaramiz, bo'lsa kirib ko'rib bemalol tomosha qilamiz. Nechi pul deyapsiz aka siz? 20 deyilyapti. Savdo qancha bo'lyapti? 14 gacha bo'ladi ishlar. 14 gacha qilaveringlar, yaxshi savdo qilibsizlar. Siz nechi pul deyapsiz aka? Nechi pul deyapsiz buni? 19. Aka qancha so'rayapti? 15 so'rayapsiz. Akamiz 15 so'rayotgan ekan. Nechi kuragi buqa ekan, brat bu? Nechi kuragi ekan? Endi tish o'rganmi? Endi tish o'rgan deyapti mana. Yaxshi buqa ekan bu, mayli davom etamiz. Qilishga kelib qoldim. Akalar o'tib ketaylik. Aka nechi pul deyapsiz shuni? 18 deb. Savdo bo'ldimi? Savdo 12 da bo'lyapti. 18 deyilyapti mana shu. Kompaktli plotda ekan, kichkinagina. 15 gacha savdosi bo'libdi mana. 18 deyilayotgan buqamiz. Bu nechi pul ekan mana bu? Pancher. Qancha? Savdosi 15 ha? Aytilishicha 18 ha? Aytilishi 18. Bu lekin narigidan ham semiz ekan. O'ta plotli ekan, ko'ringlar mana. Baho beringlar buqamizga. Bular kimdan ekan? Aka sizdanmi mana bular aka? Qara. Nechi puldan deyapsiz? 18 savdo bo'ldimi? 30 million so'ragan qadrli obunachilar. Mana bu 18 dan deyilyapti donasi. Ikkovini bir joyda 30 ga so'ragan. Bu nechi pul ekan aka? Kimdan ekan bu? Bo'lsa bering, olinglar, nima farq bor? Ko'rinmas. Shuni o'zini yaxshi bo'ldi. Ya, buni akani olmaymiz. Mo'g'la ayting aka. Berasanmi? Siz internetga tushmaysiz bari. Bu yerga ol ber. O nima qilamiz? Shuda bular kameradan qo'yqa bilmasam. Ha? Bo'lsa ber uka. Cheklamiz. Qancha so'rayapsiz aka? 12 million 200 so'rayapman. 12 million 200. Sementalmi? Akam dedi qancha ekan? Yo'q, 18 deyapti. 12 million 200 so'ralyapti. 17 300 mi? Ha, 17 300 ekan. Qancha dedilaring? 18 millionmi? 18 million deyilyapti qadrli obunachilar. 17 million 300 ga savdosi bo'lyapti. Semental deyapti akamiz. Yosh ekan hali, ko'chat ekan. Olib boqishga.
Akalar yaxshimisizlar? Necha pul deyapsizlar? 22. Savdo qancha bo'ldi? 18 bo'ldi savdosi. Ko'ringlar. Mana shunaylarni terib boqsalaring ham bo'ladi. Ba'zi bir savollar bo'ladi. Kichik buqalar yem yesa dumaloq bo'lib qoladi, o'smaydi deb xato gap, ilmiy haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Mana o'zimiz ham boqyapmiz, o'zimiz qo'chqor ham boqqanmiz. Kanalimizga kirib ko'rsalaring bo'ladi, boqqan mollarimizni tajribadan aytamiz. Mol yem yesa yoshligidan dumaloq bo'lmaydi. O'magan gap, bemalol olib boqishlari mumkin. Faqat sovuq havolarda issiq suv berishlari kerak, iliq suv, tomog'iga yaxshi qarashlari kerak. Suvni gradusi 8 gradusdan 12 gradusgacha bo'lish kerak, qadrli obunachilar. O'shanda mol yaxshi o'zgaradi, e'tibor bersalaring. Hech qanaqa antibiotik ham hojat qolmaydi. Gormon ham kerak emas, endi ratsion zo'r qilsalaring. Bu qizir o'zgaradi. Nech pul ekan? 17 deyilyapti. Savdo bo'ldimi? Qancha bo'ldi? 15-800 bo'lgan mana shu panchirga, kichik buqaga. Aka, siz qancha deyapsiz? 15. Savdo qancha bo'lyapti? Savdosi 14 bo'layotgan ekan, qadrli obunachilar. Lekin zangdan arzon, lekin ancha baribir. Akalar qancha bo'lyapti savdosi? Ikkalasi bir joyda 31 million. Shu bilan shuni. Ha. Ikkalasi bir joyda 31 million ekan. Qancha? Dedingiz qancha? Necha kurak? Tushmizmagan ekan, mana buni 8 oylik ekan. Ikkalasi 31 savdo, ha? 35 aytilish, ha? Ha, 35 bo'lsa o deyapti. Qayerdaki, brat? Angor yakalarimizniki ekan. Mana aka, buqani ko'ryapsizlar. Aylanib tugamayapti. To'g'rimi? Bugun juda ko'p mol kiritib bergan. Qimmat. Ya zangdan arzonroq ekan aka. Zang vashi yonib ketdi lekin shu bozordan beri. Nech pul ekan aka? Buni 16,5 12gacha savdosi bo'lyapti. Dedingiz qancha? 18 da o'tib beraman. 18 da o'tib beraman deyapti aka. Mana molni ko'ringlar. Bu lekin suyak yirik ekan. Mana buni 18 deyapti, u kichikroq ekan, mana orqasidagi sari simental degan. Mana bu lekin suyak o'ta yirik ekan. Ko'rishlaring mumkin, baho beringlar mana. Aka, nech pul deyapsiz buni? Yaxshimisiz? Nech pul ekan buqa? 28 million. Nech kurak bu aka? Nech kurak? 2 kurak? Yoshini so'rayapman aka, yoshini. 3 yoshda bo'ldi. 3 yoshda bo'ldi. 28 deyapsiz. Savdo 27 bo'lganmi? 22 bo'ldi. 22 bo'lgan. Savdosi 22 bo'lgan ekan. Mana yon tarafdan ham ko'rsatayin, bu tarafdan ham ko'ringlar buqani holatini. Yirik buqa ekan lekin bu. Davom etamiz. Savdoingiz bersin aka. Qani nech pul bo'lyapti bu brat? 18,5. Savdosi, ha? Aytib 9,5 bo'lsa o deyapti. 19,5 bo'lsa o deyapti akamiz. Mana ko'ringlar. Yaxshi buqa ekan bu. U nech pul ekan? Sizdan emas, ha? 9,5 so'rayapti. 19,5 so'rayapti uni. Bermay turibsizmi? Qancha bo'lsa berasiz aka? 20 deyapti. Uni 18,5 so'radim shoxlar. Shoxlik baraka bo'ldimi? Akalarimiz oldimi? 18,5 ga mana shu shoxlik baraka bo'libdi, qadrli obunachilar. Qayerga ketdi xudo xolasa? Mana bu ketdi. Videoga ketdi. Qizig'ini o'ziga qoldi bu. Mana aka. Jasuruz aka. Jasur uz. Lekin zo'r ekan korobkasi. Ozg'irroq, lekin zo'r ekan boqma, ha? 18-700 ga sotdim. Ya 18-700 ga sotdingizmi? Baraka bo'ldimi? 18-700 ga sotibdi akamiz. Bu nech pul ekan akalar? Kimdan ekan? Bilmaysizmi? Aka nech pul ekan sizdagi? Shved. 20 deyapman, 16,5 so'rayapti. 20 deyilyapti. 16,5 savdosi bo'lgan. Sherdikimi, Mestimi aka? Sherobodniki ekan. Ko'rishlaringiz mumkin mana. Qancha bo'lyapti aka bu? Ala buqa. 21,5 bo'lyapti ala buqamiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. 7 oylik buzov. O'ta yirik-ku lekin, ha?
to'ylik buzov aka. 7 to'ylik buzov. Qaranglar yirikligini. Ikki kurak bilan barobar bo'lib turibdi lekin, ha? Qani aka bunday turingchi. Mana. Ko'ringlar holatini. Ikki kurak bilan barobar bo'lib turibdi. Suya yirik ekan, yaxshi ekan lekin. Qancha bo'lib qoldi aka savdosi? 21 million 700 ming. 21 million 700 bo'lgan savdosi. 7 oylik buzov. Nech bilyapsiz aka buni? 17. Savdo qancha bo'ldi? Savdosi 16,5. 17 deyilyapti, savdosi 16,5 bo'lgan. Kurak buzganmi yo'qmi aka? Kurak buzganmi yo'qmi? Kurak buzmagan ekan. Kichikroq buqa. Mana ko'rishlaring mumkin. Uka sen nech bilyapsan? 17 debman. 16,5 savdosi bo'ldi. Ketdimi yo, baraka bo'ldimi? So'rayapti. 17 deyilyapti. 16,5 so'ralgan. Lekin zo'r ekan korobkasi. Siz nech bilyapsiz aka? Yo oldingizmi? Ikkovi bir joy so'rayapti. Ha, ikkovi bir joyda so'rayaptimi? 16,5 dan. Ha, qadrli o'g'daşlar ikkovi bitta qo'yradan ekan, bir joyga so'rayotgan ekan mana. Mana shu ala bilan mallarni ko'rishlaring mumkin. Mallar o'ta zo'r ekan korobkasi. Ko'rishlaring mumkin mana. Qancha 17 bo'ldimi aka bu? Ha, birat. Yo, sizni tushirmaymiz, xavotir olmang aka. 17 bo'ldi. Savdosi? Savdo 20 narx qo'yapmiz. Ha, 20 baho qo'yapsiz, to'g'rimi? Mana akamizniki ekan. 20 baho qo'yapti, 17 ga so'ralgan mana. Boshlab qo'yay. Kameraga sig'may turibdi-da. Orqada ham buqa bor, qadrli obunachilar. Davom etamiz. Qilishda qani. Aka siz nech bilyapsiz buni? Sotildimi? Baraka bo'ldimi? 30 million aytilish, ha, to'g'rimi? Savdo qancha bo'lgan? Savdo 23 gacha bo'libdi, qadrli obunachilar. 30 million aytilishi. Lekin yaxshi buqa ekan, plotli ekan. Oyoqlari qalin, suyagi yirik ekan. Aka nechi kurak bu? 4 kurak. 4 kurak ekan, mana aylanib ko'rsatay sizlarga. Bu tarafdan o'tinglar, ko'ringlar molni. Molga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Suyagi yirik ekan. Sizlardanmi aka bu? Nechi pul ekan? 20 savdosimi aytilishimi? Aytilishi. Aytilish. Savdo qancha bo'ldi? Savdo 17,5. Savdo 17,5 bo'layotgan ekan. Qadrli obunachilar. Nechi pul ekan aka bu? 30. Savdosimi aytilishimi aka? Aytilishi 30 ekan. Savdo qancha bo'ldi? Savdo 26 bo'layotgan ekan. Ko'ringlar buni. Orqa tarafdan ham ko'rsatay sizlarga. Mana 4 burchak yaxshi mol ekan. Nechi kurak ekan aka bu? Ha, hol buzovmi hali? Ha, o'ta yirik ekan. Ko'rishlaring mumkin mana. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Katta buqalar qatoridami? Ularni ham qo'ldan kelgancha yoritaman hozir. Narx-navolarni qadrli obunachilar. Aka nechi pul ekan? 22 deyapti, 19 deyapti. 19 savdosi bo'lyapti. 22 deyilyapti, 19 savdosi bo'lyapti mana. Alani. Ko'ringlar mana. Ha, badam to'la ekan, o'rtacha. Semiz ham emas, ozg'in ham emas. Yaxshi buqa bu. Davom etamiz. O'rtada ham katta buqalar bor ekan, bu tarafda bor ekan, narxlarni o'rganamiz hozir. Nechi pul bo'lyapti? Akalar? Aytilish ha? Savdo qancha? 8,5. Qancha deyapsiz aka? 30 beringlar deyapman. 30 beringlar deyapsiz. 28,5 so'rayapti, to'g'rimi? 1,5 yashar mol. 1,5 yashar mol. Qayerdek aka? Qiziriq rayon. Jasurov aka. Qiziriq rayonniki ekan. Mana ko'ringlar. Yo'q, Jasurov aka. O'ta zo'r buqa ekan lekin gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mol to'lgan. Jasurov. Azamat churtlik. Azamatdimi? Yo, bizga azamatga kerak emas aka, bizga mol kerak.
Molni tushirish kelganmiz, mana qadrli obunachilar ko'ringlar lekin. Bo'yin sovurgan o'ta chotki holatda ekan. Buqaga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Taka bu 27 so'rayapti, ha? 27 so'ralyapti. Dedingiz qancha aka dedingiz? Kelishamiz-da. Qancha aytingchi. 27 dan chiqsa berasizmi? 27 dan chiqsa beraman. Necha kurak bu aka? Tushyormagan. Aka qo'shing qani? Kamerani to'smang. O'ta zo'r ekan lekin buqamiz bu ham. Mana ko'ringlar. Katta buqalar qatoriga kirdim. Mana buni ko'ringlar, mana buni ham ko'ringlar mana. Juda zo'r buqa ekan lekin. Havas qilganlarni xo'rasida o'ntadan bo'lsin mana. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Nechi pul ekan aka? Qaysin savdosi bo'lyapti? Qoran qanchaga? Kiloga o'ynayapti, 60 ga 58. Mana shu buqamiz qadrli obunachilar tarozga 58 dan so'ralyapti hozir. 60 dan bo'lsa deyapti mana. Ko'rishlaring mumkin. Semiz ekan lekin. Kelasizmi? Mana blogerda o'zim shu yerga. Nechi puldan ekan aka bu? Qaysi? Mana shu. 45. 45. Savdo bo'ldimi? Bo'lyapti. 30 million 500 ming bo'lyapti. 30 million 500 ming. Yeri ekan lekin, ha, korobkasi zo'r ekan, tep-tekis parametrlari ham gap yo'q. Nechi kurak aka bu? 3 yosh. 3 yosh. Savdolaring bersin, zo'r ekan lekin. Talab ketardi o'tkazib. Qanchaga so'rayapsizlar aka? 21 million. 21 million. Boring baraka. Qancha deyapsiz aka siz? 24 deb. 24 bo'lsa berasiz, ha? 24 narx qo'yapti. Ha, narx qo'yapti. Boring baraka. Qo'yapti akamiz. Ochiq ko'ngil bilan bering bor. Bor. Aptek. Savdosi bo'lyapti akamiz, so'rayapti. 21 million pulni sadaman. 21 million. Chek demak. Chek demak, toza sanab oling deyapti mana. Boring baraka, o'ynab kulib ochiq ko'ngil. Aka to'g'ri kelmay, to'g'ri kelsa mayli. Necha ayting qani, eshitay qani? 23,5. Mana shu buqa so'raldi, savdosi bo'ldi. Sog'ligingiz yaxshimi aka, charchamayapsizmi? Kimdan ekan mana bunisi? Buni egasi yo'q ekan, buni ham egasi yo'q ekan. Mana buni egasi bo'lsa kerak. Qani qanchaga savdo qilyapsiz akalar? Nimaga? Siz aka shunday bo'ladimi? Men ham olib kelganman, ovqat bermayapti. Siz bo'lsa shunga yet bo'ladimi aka? Nechi pul deyapsiz? Qancha? Olmush. Qancha? Ikkalasi olmush. Ha, ikkalasi olmush, ha? 5. 5, olmush 5. Aka qanchaga so'radi? 53. Qadrli obunachilar, mana qora bilan ala 65 beraman deyapti. 53 ga savdosi bo'ldi. Ko'rishlaring mumkin mana. Ikkovini savdosi 53. Nechi kurak ekan aka bular? Endi yoryapti. Mana bu yoryapti, yorgan-a? Bu yorgan ekan, mana bu endi yorayotgan ekan. Qadrli obunachilar, mana ko'rishlaring mumkin. Mana shu ikkalasini o'z so'radi 53 ga. Mana tarozi jarayoni, qadrli obunachilar. Ko'rishlaring mumkin. 480 kilo chiqdi. Taroziga 480 kilo keldi. Tirik vazniga. Nechi kurak? Nechi kurak? Aka 1,5 yoshda bor. 1,5 yoshda. Tarozimiz 20 ming qadrli obunachilar mana. Tana taroziga tortilyapti o'zi. Ko'ramiz o'zi buni ham kilosini. 132 ta. 332 mi? Tirik vazniga 332 kilo. Mana ko'rishlaring mumkin. Tana. Qadrli obunachilar, bu qanaqa navolar haqidagi videolarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Videolarimiz yoqsa like bo'lsa dislike bosishni unutmanglar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.